Rasululloh aytadilar, qachon bir o'lik mayyit qabrga qo'yilsa, unga ikki qora ko'k farishtalar keladi. Birini ismi Munkar, ikkinchisining ismi Nakir. Boyagi mayyitni o'tkazib qo'yishadi ikkala farishta va so'rashadi. Ana u kishi haqida nima der eding? Ya'ni Muhammad alayhisalom haqida. Fayaqulu huwa Abdulloh va rasuluh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh. Bu mayyit aytadi. U Muhammad alayhisalom Allohning bandasi va rasuli. Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman. Muhammad alayhisalom uning bandasi deb guvohlik beraman deydi. Ikkala farishta aytadi: "Seni shunday deyishingni bilar edik." So'ngra uning qabri 70 ga 70 ziro qilib kengaytiriladi. So'ngra o'sha joy uning uchun charog'on qilinadi. So'ngra farishtalar unga uxla deyshadi. Ha, demak qabrga kirganda ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh deb qo'ysam, Robbim Alloh, dinim Islom, kitobim Qur'on, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deb qo'ysam, qutulaman ekan. Shu so'zlarni qaytarib yurishim kerak ekan. Birodarlar, unaqa emas. U kungi qabrdagi imtihon agar shu siz aytayotgan so'zlarning taqozosi bilan yashagan bo'lsangiz, enetingizga keladi. Agar qabrga qo'yilgan mayyit munofiq bo'lsa, boyagi ikkita farishta savol so'rasa, aytadiki: "Qola samitun nasa yaquluna faqultu mitlahum la adri." Odamlar aytayotganlarini nima eshitgan edim? Men ham shunga Rasululloh aytadilar, qachon bir o'lik